Barchaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondan yurtdoshimiz Abubakir ketdilar. Bular mana 4 oy bo'ldiki, vizalarni so'rovga o'tib ketgan. O'sha kimlargadir ishonib kelganlar o'zlarining hayotini qisqa qilib gapirib beradi hozir. Qani Abubakir, gapirib bering. Assalomu alaykum. Barchaga men bu yil 2025-yil 26-may sanasida O'zbekistondan shu Dubay shahriga keldim. Bir inson bilan Telegram orqali tanishib qolib, shu odam menga ish bor deb, meni O'zbekistondan chaqirdi bu odam. Dubayga ish bor deb. Kelib ishga joylashdim. Kelishim bilan meni pasportimni so'radi bu odam. Pasportingni ber, men senga ID chiqarib beraman deb. Men bu odamga ishonib berdim. Ikki pasportim ham, ID O'zbekiston yashil pasportini hamda shu xorijga chiqish zagram pasportini berdim bu odamga ishonib. Oradan shu 20 kun, 25 kun, bir oyga yaqin muddat ishladim. Shu ishlagan pulimni bermadi bu odam. Va olgan meni pasportimni ham bergani yo'q bu odam. Bu odam bilan shu bir oy mobaynida ishlash davomida shuni bildimki, bu odam bilan ishlab, shu davomiy ishlab, pulimni olib, shunaqa holatga meni ko'zim yetmaganligi uchun bu yerdan men chiqib ketdim. Bu ishdan. Pasportimni ham bergani yo'q, bu odamda qolib ketdi meni ikkala pasportimni. Va keyin men endi yaxshi bo'lib ketar, ishlarim yaxshi bo'lib ketar deb harakat qilib intildim. Shu masjidlarda yotib, shu masjidda tashqarisida yotib, shunaqa bo'lib yurdim kun ko'rib. Shu e'londan shu ishga chiqib, shu kunlik ehtiyojlarimni qondirish maqsadida, oziq-ovqat shunga o'xshash chiqimlarimga. Va shuni ta'kidlab o'tamanki, shu barcha vatandoshlarimizga shu Dubayda ish bor desa, ishonib kelmanglar avvalambor. Ishonchli joylarga kelishinglarni so'rab qolaman. Til bilib kelinglar. Ingliz tilini bilmasanglar, bu yerda qiyin ish topib, pul topib, eplanib ketish. Til bilmasanglar bu yerga kelmanglar. Qo'linglarda hunaringlar bo'lmasa, hech bo'lmadi deganda til bilib kelishinglarni men tavsiya qilaman. Mana mening o'zimni boshimdan o'tdi. Salkam 3 oydan ortiq vaqt ko'chalarda yotib yurdim. Qiynalar ekan, odam bu yerda til bilmasa, ishonchli shu tanish bilishini oldiga kelmasa. Xo'p, pasport bo'yicha barchaga eslatib o'tamiz. Pasportingizni olib viza qilib beramiz desa hech qachon bermanglar. Chunki fizический pasport, ya'ni qo'lingizdagi pasport bilan emas, elektron pasport bilan ochiladi hozir hamma vizalar. Hattoki rezident viza ham. Vaholanki pasport yo'qolganda ham vahimali narsa emas, qayta tiklab olsa bo'ladi, lekin asosiy masala bu yoqda shtraf bo'lib turibdi. Ya'ni vizasini so'roqqa o'tib ketgani bo'lib turibdi. Hozir bu kishi bu yoq mablag'lari yo'q, shtraflarni yopish uchun, o'shuning uchun deport olyapsiz, to'g'rimi? Butun umrga deport qo'yadi. Bu keyinchalik qolgan davlatlarga ham ta'sir bo'ladi albatta. Aytaylik, Saudiyaga ta'sir bo'lishi mumkin va shunga o'xshagan Galf mamlakatlarining hammasiga ta'sir bo'lishi mumkin. Hozir bo'lmasa-da kelajakda bo'lishi mumkin. O'shuning uchun shu narsaga e'tiborli bo'lib, avvalo hujjatlarga e'tiborli bo'lib ishlashlaringizni so'rab qolamiz. Til masalasiga keladigan bo'lsak, tilsiz, hunarsiz harakat bu yoqda nolga teng. Yana bitta isboti, biz bundan oldin ham ko'plab vatandoshlarimiz bunaqa qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Bularni o'zlari hozir rozi bo'ldilar kameraga tushishga. O'shuning uchun olyapmiz biz. Qolganlarga ham bu eslatma, til bilmasdan kelmanglar. O'zingiz asrang, ehtiyot qiling bu yoqqa kelganda, hujjatlaringizni mahkam bir nima deydi, tayinli joyda saqlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.